Juda ham yaxshi urug'lar chiqdi. Harakat qilayotgan yugurib yurganlar chiqdi. Do'stlar, Qirg'iziston Respublikasidan kelgan bemorimiz. Qirg'iziston qayerdan edingiz? Qirg'iziston Bishkek. Bishkekdan kelibdi. 10 yil bo'lgan uylanganingizga? 10 yildan beri bolali bo'lmagansiz. Urug' 0, azospermiya. Urug'i 0, azospermiya bo'lgan. Hozir bemorda tez operatsiyasini o'tkazdik. Juda ham yaxshi urug'lar chiqdi. Harakat qilayotgan yugurib yurganlar chiqdi. Xudo xolasa hozir endi ayolingizni olib kelasiz, eko qilib beramiz inshaalloh. 10 yildan beri bitta ayol bilan yashadingiz. Xo'p, qayerlarga bordingiz, davolandingiz? Rossiyaga borganman dedingiz. Rossiyada, ana Qirg'izistonda foydasi bo'lmadi. Aha. Xo'p, kimdir sizga aytdimi shu narsani operatsiya qilamiz, aniq javob bo'ladi shu savollarga dedimi? Buni shu xotinimizda topgan kelinchagim. Aha. O'shqa bordi-ku sizga. Ha. O'shqa bordi. O'sha O'shqa kelganda siz meni joliqdiz-da. Ha, ungacha hech kim aytmadi. Yo'q, shu Xumini operatsiya qilamiz, ichidan urug' topamiz deb hech kim aytmadi. Yo'q, unda. Sizlar Ali O'shga borganimda konsultatsiyaga boruvdinglarmi? Borib yozilib keldik-ku. Ha, bo'ldi. Xo'p, Xudo xayrli qilsin endi. Rahmat. Xudo xolasa endi bolali bo'lib ketinglar. Rahmat. Inshaalloh. Hop, mayli. Mayli. Xursandmiz?